Selamünaleyküm değerli hastalarımız. Assalomu alaykum, hurmatli bemorlarimiz. Bilasizmi? Biz taxminan 5 yildan beri O'zbekistonning Toshkent shahrida xizmat ko'rsatib kelayotgan eko markazimiz. Xudoga shukr, hozirgacha homiladorlik ko'rsatkichlarimiz, ishlarimiz bemorlarimiz tomonidan e'tirof etildi. Bütün yenilikleri toplamaya çalışıyoruz. Biz bu yerda bemorlar uchun imkon qadar barcha yangiliklarni yig'ishga harakat qilib kelyapmiz. Eko pozitiv ko'rsatkichlari deganda odamlarning ongida turli xil savollar paydo bo'ladi. Ekoda muvaffaqiyat ko'rsatkichi o'zi nima? Avval shuni tushuntirmoqchiman. Ben ortalama olarak bizim başarı oranımızın %65. Bu bir eko markazining muvaffaqiyat ko'rsatkichi bir oy ichida amalga oshirilgan embrion transferlarini necha foizida homiladorlik yuzaga kelishidir. Barcha bemor guruhlarida bizning o'rtacha muvaffaqiyat ko'rsatkichimiz 65% deb aytishim mumkin. Bu dunyo bo'ylab juda yaxshi ko'rsatkich va biz muvaffaqiyat ko'rsatkichimizdan mamnunmiz. Natijalarimizdan mamnunmiz. Bemorlarimiz ham mamnun. Katta rahmat aytamiz. Ammo bu bizga yetarli emas. Biz nima istaymiz? Bizim için çok önemli. Eğer Embrion ko'chirish ko'rsatkichlarimizni natijasini yanada oshirishni istaymiz. Bu nimani anglatadi? Bizga yangi kelgan bir bemordan tuxum yig'amiz. Sperma bilan uruglantirdik. Embrionlarni qo'lga kiritdik. Bu yerdagi embrionlarning sifati va soni biz uchun juda muhim. Agar sifatli, ko'p miqdorda embrionlarni qo'lga kiritsak, albatta, bu bizning muvaffaqiyat ko'rsatkichlarimizga bevosita aks etadi. Shuning uchun klinikamizga yangi texnologiya olib kel. Bu texnologiya Yaponiyada ishlab chiqarilgan bo'lib, avval Turkiyada sinab ko'rdik va natijasini ko'rdik. Embriologimiz janob Denizbey bu texnologiya ustida taxminan 5-6 yil davomida bevosita ishladi. Tajribasi juda yuqori, chunki qurilma juda yaxshi ekan. Lekin uni ishlatish uchun yaxshi embriolog kerak. Bu embriolog janob Denizbey Istanbulda bu tajribalarni amalga oshirdi. Endi biz bu yerdagi bemorlarimizga bu qurilmani ishlatmoqchimiz. Lekin qurilma haqida oldindan bemorlarimizga ma'lumot bermoqchimiz. Öncelikle normal bir fertilizasyonun Avvalo normal o'rinlanish uchun spermatozoid tuxum hujayraga kirgandan keyin bir qancha biokimyoviy signallar orqali tuxumni faollashtirishi kerak va embrion rivojlanishi boshlanishi kerak. Lekin ba'zida spermatozoid tuxum hujayraga inokulyatsiya qilinganda ham bu embrion rivojlanishi amalga oshmaydi. Yani şöyle diyoruz biz hastalarımıza, biz yumurtalarınızı topladık, çok güzel yumurtalar vardı. Bemor